Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'chi bo'ldi. Qaranglar, mana masjidda Oqtepa City bor. Oqtepa City. To'g'riga O'rinboy ekan choyxonasiga tushib ketadi. To'g'riga pastga tak O'rinboy ekan choyxonasi. Shuna mana yo'l yuzida 2 sotuvli uyimiz, yerimiz so'yis. Kadastrlari chiqqan, egalari nomerini qoldiramiz. Kadastrlari chiqqan hammasi joyida, bitta mana shu yo'li ozgina ingichkalik qilyapti, bo'ldi. Atak yerimizni gap bo'lishi mumkin emas. Bitta mana meva berayotgan daraxtlar 4 ta 5 ta. Uyimizning hujjati tayyor. Bu yerda bitta xonasi bor, bu yerda odam yashagan ekan. Suv, svet, gaz hammasi joyida. Hammasi joyida. Xullas, orientir Chilonzorda bo'lyapti. Chilonzor Oqtepani o'zida tekis to'rtburchak 2 sotuvli yer 78 so'rashyapti. Okalar 75 ga berib yuboramiz deyishyapti. Pul zaruriyat bo'lib qopti. Joy yaxshi. Mahallani bu yerda juda ko'pchilik biladi. Qanaqaligini. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan o'chi bolalar, hammaga rahmat, salomat bo'linglar.